Faberlic kompaniyasi yangi qo'l kremlar ishlab chiqardi. Bu qo'l kremlar parfyumeriy, zo'r xushbo'y hidli atirni hidi keladi. Va yana eng asosiysi, qo'l kremlarimiz qo'llarimizni parvarish qilish uchun muhim kerakli mahsulot hisoblanadi. Qo'llarimiz bilan kir yuvamiz, idish-tovoq yuvamiz, doimiy ravishda qo'llarimiz bilan uy yumushlarini qilamiz. Shu sababli ham birinchi bo'lib qo'limizni terisi shikastlanadi. Mana shu qo'limiz doimiy ravishda parvarishga muhtoj bo'ladi. Mana shu ayollar uchun kerakli bo'lgan mahsulot ekanligi uchun ham ayollarga qayg'urgan holatda Faberlic kompaniyasi har xil qo'l kremlarini ishlab chiqaryapti. Mana bu hozir yangi novinka mahsulot hisoblanadi. Bu qo'lni parvarish qilish bilan birgalikda zo'r xushbo'y hidli atir hidi kelib turadi bundan.